Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli nomzodlar. Assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari. Bugun biz foydali qazilma zaxiralari bo'limi bosh mutaxassis lavozimiga ochiq tanlovni suhbat jarayonini boshlaymiz. Bu suhbat jarayoni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 95 sonli farmoyishiga belgilangan tartib asosida o'tkazilmoqda. Komissiya raisi Zoom orqali Yusupov Ural Sidulayevich, vazir o'rinbosari biz bilan Zoom orqali qatnashadilar. Shu bilan komissiya tarkibi bilan sizni tanishtirib o'taman. Saidov Zafar Zoirovich, komissiya raisi o'rinbosari, vazir kotibiyati boshlig'i, Atakuziyev Umid departament boshlig'i, Kuziyev Oleg hozir biz bilan bog'lanadilar. Sagdullayev Shuhrat Muradullaevich, korrupsiyaga qarshi kurashish nazorat bo'limi boshlig'i, Ibragimov Aziz, foydali qazilma zaxiralari bo'limi boshlig'i, man To'xtamish Nargiza Kamilova HR bo'limi boshlig'i va biz bilan Argis tomonidan bizni kuratorimiz Sardor Abdullayev Sardor aka Zoomda ishtirok etibdilar. Hurmatli nomzodlar, sizga suhbat o'tkazish tartibi bo'yicha tanishtirib o'taman. Sizga 5 ta tasodifiy savollar tushadi platforma orqali. 5 ta savollarga siz javob berishingiz kerak bo'ladi. Vaqt reglamenti har bitta savolga javobga 1 daqiqa vaqt beriladi. Endi qisqa va to'liq berishingiz kerak bo'ladi. Shu bilan birga komissiya sizga qo'shimcha mana shu 5 ta savollarga уточняющий savolni berishlari mumkin. Shunga ham xuddi shunday vaqt reglamenti bor. Savollar, e'tirozlar bo'lmasa agar, endi suhbat jarayoni bitta har bitta nomzod bilan alohida o'tkaziladi. Shu uchun ro'yxat bo'yicha Mardiyev Inoyatni qoldirishni so'raymiz. Qolganlarini chaqiraman. O'zingiz haqida tanishtirib o'tsangiz, keyin savollarga o'tamiz. Men Mardiyev Inoyat G'oybek o'g'li, tug'ilganman. Hozirgi kunda O'zbek geologiya aksiyadorlik jamiyati Toshkent markaziy geologiya qidiruv ekspeditsiyasi Qurama dala ekspeditsiyasining yetakchi yo'l lavozimida ishlayman. Ta'lim 2016-yilda bakalavriatni O'zbekiston Milliy universitetida tugatganman. 2021-yilda magistratura bosqichini. Ekranga qarab qaysidan boshlasangiz? Boshdan boshlayman. Bir toifadagi bashorat resurslari qaysi bosqichda hisoblanadi? Bir toifali bashorat resurslari izlash bosqichida hisoblanadi. Izlash bosqichining ham batafsil izlash bosqichida bir toifali zaxira bashorat resurslari hisoblanadi. Keyingi quduqlar tarmog'i nima uchun xisoslashtiradi? Quduqlar tarmog'i geologiya qidiruv ishlarida birinchi bir izlash bosqichidan ikkinchi izlash bosqichiga o'tganda, masalan, izlash bosqichidan aniqlangan foydali qazilmalarni keyingi bosqichga tavsiya etilganda uni aniqlashni, o'rganishni izchilroq, aniqroq o'rganish maqsadida baholashga taqdim etiladi. Baholash ishlarida quduqlar madan tanalarini aniqroq va mukammalroq o'rganish uchun bu turlar izlashtiriladi. Qanchalik quduqlari yaqinlashtiraversa, bu aniqlikning ishonchlilik darajasi oshib borishiga, zaxiraning ishonchlilik darajasi oshib borayotganini bildiradi. Sanoat konditsiyalari nima? Sanoat konditsiyalari har bir kon uchun aniqlangan mineral xomashyo tarkibidagi qimmatli komponentlar, komponentlarning sifati va miqdorini eng kam miqdori o'sha zararli aralashmalarning eng ko'p miqdoriga qarab belgilanuvchi qiymatlar.
Razvedkaning asosiy vazifasi. Razvedkaning asosiy vazifasi madan tanalarini yer ostida o'rganish va foydali qazilma konlarini qazib olishga tayyorlashdan iborat asosiy vazifalari. Muruntav konida madanlarni qayta ishlash texnologiyasi. Texnologiya bunda gravitatsion va sionitlash orqali madan tanalari, oltin madanlar ajratib olinadi. Bunda dastlab o'sha sof tug'ma oltin gravitatsion usul orqali ajratib olinadi. Bunda 30% ga yaqin miqdor sof o'sha gravitatsion usul orqali ajratib olinadi. Keyinchalik sionitlash orqali o'sha tog' jinsi tarkibidagi mikrozarralar, sulfidlar tarkibidagi oltinlar ajratib olinadi. Bu esa o'sha qazib olishdagi xarajatlarni kamayishiga olib keladi. Birinchi navbatda o'sha gravitatsion usulda ajratib olingan oltinga ketadigan o'sha ximya reagentlar, rastvorlar o'sha tejab qolinadi. Keyingi bosqichda ma'lum miqdorda 70% ga kimyoviy kislotalar o'sha sionitlash amalga oshiriladi. Bu birgalikda olib borilgan usulda qariyb 90% ga yaqin o'sha oltinni ajratib olish mumkin. Rahmat. Endi qo'shimcha savollarga o'tamiz. Yer qa'ri qonuni bilan tanishgansiz, yer qa'ri to'g'risida. Foydali qazilmalarni tasnifini aytib oling. Aytib Foydali qazilmalar tasnifi, klassifikatsiya. Qattiq foydali qazilmalar gazlar suyuq qattiq suyuq va gaz holatida hosil bo'lishiga qarab o'sha suvlar o'sha suv. Bo'ldi, rahmat. Birinchi savolga qo'shimcha qilamiz. Boshqa zaxira toifalarini sanab bering, ularning bir-biridan farqi nimada? Boshqa zaxira toifalari bundan tashqari S toifadagi S2, S1, B va zaxira toifalari mavjud. Geologik zaxiralar toifada, ekspluatatsion zaxiralarda yana A1, A2 zaxiralar bor. Ekspluatatsion zaxirada izlash bosqichlarida o'sha P1 toifadagi bular asosan hisoblanadi. Bu zaxiralar bu resurs sifatida hisoblanadi P1 toifasidagi. Qolganlar esa ular zaxira sifatida davlat balansida hisobga olinib, umumiy qonun aniqligi oshib borgan sari toifa oshib boraveradi. Boshida P3, P2, P1 bu izlash bosqichlarida, keyingisida o'sha S2 bundan mukammalroq, S1 ekspluatatsion zaxira, B ham ekspluatatsion zaxiraga kiradi. Aniqlik qonun o'rganilganlik darajasiga qarab zaxira toifasi o'siriladi. Menda savol Muruntav koni bo'yicha. Demak, Muruntav koni madanlari qayta ishlanadi. Qaysi qayta ishlash komplekslarida, NGMKda masalan, ularni texnologik anaqasini, zanjirini aytib bering. O'sha rudani qabul qilib olishda, masalan, priyomniy bunkerda oxirgi chiqadigan mahsulotigacha. Birinchisi o'sha madan o'sha Muruntav konida qazib olinib, ikkinchi boyitish gidrometallurgiya zavodiga yuboriladi. Bu yerda o'sha maydalanib, dastlab endi u jarayonni ko'rmaganman, lekin o'sha o'qiganlarim bo'yicha dastlab o'sha gravitatsion usulda sof oltinlar toza tarkibidan ajratib olinadi. Gravitatsiyagacha ruda bilan bir narsa qilinadimi?
Sразу gravitatsiya qilinadi. Maydalanadi, boyitiladi va Texnologik цепочкani aytib bering. katta tegirmonlarda maydalanib, keyin qisman boyitiladi. Ma'lum rastorlar orqali keyinchalik keyingi etapga o'tirilgan aniq buni sipochkasini to'liq Bu GMZ2dan boshqa yana qayerdadir qayta ishlanadimi? Buni tavko nimadanlar? U yerda texnologiyasi qanaqa? buni aniq oxiriga etap. SKVZ deydi, uyumda ishqorlash eritish sexi. Eshitganmisiz SKVZ? Eshitganman, Olmaliqda shu unaqa ko'rganman. Nyument ishlagan bilasizmi? Nyument degan korxona bor. Uni qanaqa texnologiya? O'zimda savol yo'q. Sanoat konditsiyalari nimadan kelib chiqib hisob-kitob qilinadi? Sanoat konditsiyalari o'sha tog' jinsi madaniy tanadagi foydali komponentlarning sifati va miqdoridan kelib chiqib hisoblanadi. Bunda agar foydali qazilma tanasida foydali komponentlar asosan konditsiyalar o'sha texnologik hisoblanganda konditsion parametrlar o'sha teoda qilish jarayonida asosiy hisoblab chiqiladi konditsion parametrlar. BKZ yakuniy hujjat qaror biladimi sizda? O'shunga BKZda qaror bo'ladi. O'sha qarorga amal qilmaslikning qanaqa oqibatlari? Shaxsga nisbatan qanaqa chora ko'rish nazarda tutasiz? BKZ qarorlar qabul qilinadi. Qarorda amal qilmaslikning oqibatlari nimaga olib keladi? Amal qilmaslik. Amal qilmaslik masalan oxirgi chiqargan BKZ tomonidan tasdiqlangan instruksiyalarga amal qilmaslik o'sha qonun sifatini past darajada bo'lishini turli xil tushunmovchiliklar qarab turli xil xatoliklarga olib keladi. Rahmat. Rahmat. Qo'shimcha savollar bo'lmasa, hurmatli nomzod, savollar e'tirozlaringiz bormi? Rahmat, suhbatga ishtirok etganingiz uchun. Keyingi nomzodga chiqamiz. Meliqulov Muhriddin. Meliqulov. Qisqacha tanishtirib o'tamiz. Muhandislar Muhriddin, Toshkent davlat texnika universitetida foydali qazilma fanlari geologiyasi qidiruv razvedkasida tugatganman. Geologiya fanlari universiteti magistratura yo'nalishini tugatganman. Umumiy geologiya yo'nalishini. Hozirgi kunda mineral resurslar institutida kosmik fotosuratlarni deshifrlash va gaz texnologiyalari bo'limida ikkinchi toifali geolog lavozimida ishlab kelmoqdaman. Rahmat. Endi savollarga o'tamiz. Rahmat. Geologik xaritalash. Geologik xaritalash ma'lum bir o'rganayotgan hududimizdagi tog' jinslarining yoshini, tog' jinslarining tarkibini hamda o'sha yerdagi razlomlarni geologik xaritaga aks ettirilishi tushunamiz. Geologik xarita tushunamiz. Keyingi savol, izlash bosqichi qanday turlarga bo'linadi?
izlash bosqichida birinchi o'rganayotgan hududimizni o'rganayotgan hududimizda geofizik, geoximik hamda o'sha hududning kosmik fotosuratlarini tahlil qilib, hududning kosmik fotosuratlarini tahlil qilib birlamchishlar olib boriladi. Keyingi o'sha izlashlarning ikkinchi bosqichida o'sha birlamchishlardan olingan namoyonlarga ko'ra hududga qarab kanava hamda buruq quduqlari qo'yib boriladi. O'sha yaxshi chiqqan rezultat yaxshi chiqqan joylarga qarab. Keyin yaxlit modallar tarkibida madan tanasining tarkibida foydali komponentlar tarkibi 80%, 70-80%dan yuqori bir xil bo'lsa, 70-80% tarkibi bir xil bo'lsa, o'sha yaxlit modallar deb yuritiladi. Keyingi zaxira va resurs farqi nima? Zaxira baholanadi, resurs hisoblanadi. O'sha zaxira hozirgi kunda sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan, kon sifatida o'tishi mumkin bo'lsa, o'sha zaxira bo'ladi. Resurs esa hozirgi kunda sanoat ahamiyatiga ega bo'lishi mumkin bo'lgan va geologik o'rganishlar oxiriga yetmagan bo'lishi mumkin bo'ladi. O'sha zaxira va resursni farqlaymiz. Keyin razvedka qilingan zaxiralarning 5-30% tashkil etuvchi zaxiralar qaysi toifa? O'sha razvedka qilingan bu S1 hamda S2 toifalarga to'g'ri keladi. O'sha o'rganayotgan toifalar geologik o'rganishlardagi toifalar bo'lsa, razvedka ishlarida S1, S2 toifalarga bo'lsak, o'sha izlash ishlarida P1 hamda P2 toifalarga bo'lib olamiz. P1 va P2 shu uchun bu savolimizga S2 toifani S2 toifa to'g'ri keladi bu savolimizga. Rahmat. Qo'shimcha savollarga o'tamiz. Yer qa'ri to'g'risidagi qonunda foydali qazonlarni tasnif berilgan. Aytib bering. Klassifikatsiyasi. Foydali qazonlar hozirgi kunda sanoat miqyosida foydalanish maqsadida o'sha metall yoki metallar birikmasi yoki minerallarni iqtisodiy foyda bilan ajratish mumkin bo'lgan minerallar agregati to'plami. Qanaqa toifaga bo'linadi? Foydali qazilmalarmi? O'sha metallar, o'sha keyin mineral suvlar, kausteriolitlar, o'sha yonuvchilarlar kiradi. Unda asosiy prinsiplarni sanab bering. Asosiy prinsiplar o'sha o'zi yer qonunchiligidan foydalanish to'g'risidagi o'sha asosiy prinsiplari yerdan to'g'ri foydalanish, hamda o'sha atroflarga ziyon yetkazmaslik, ekogeologiyaga qat'iy rioya qilish, Zaxira va resurs farqi nima savoliga qo'shimcha savol. Xalqaro JORC standarti bor. Shu bo'yicha menga tushuntirib bering. Zaxiraga qanaqa kategoriyalar kiradi, toifalari va resursga nomlari bilan. Resursga o'zi asosan toifalarga P1, P2 va kam miqdorlar C2 toifalar olinadi. Xalqaro JORC standarti bo'yicha. Zaxirada yaxshi o'rganilgan bo'ladi. Geologik ishlar yaxshi o'rganilgan hisobiga toifalari S1 zaxiraniki
sizga bir to'yfa beriladi. Bu resursda bir to'yfa berilsa kerak. Resurs. Mishurit degan narsani eshitganmiz. Mishurit, inferit. Savol yo'q. Qaysi hollarda zaxiralar ekspluatatsion zaxiralar? Qaysi to'yfalarda? Qaysi hollarda, qanaqa holda hisoblangan zaxiralar ekspluatatsion zaxiralar hisoblanadi? Ekspluatatsion zaxira hisoblanadi. Ekspluatatsion zaxiralar nima? Ekspluatatsion zaxiralar. O'rganayotgan hududimizdagi madanni madan yaxshi. O'rganayotgan hududimizdagi madanning shu shakli, madan tanasining chegaralari, madan tanasining chegaralarini aniqlab olganimizdan keyin o'sha qo'shimcha ravishda yana madan tanalarini aniqlash, doimiy aniqlab olish, kon sifatida aniqlangandan keyin ham o'sha davomiy razvedka ishlarini olib borish, o'sha ekspluatatsion. Savol. Davlat zaxiralar komissiyasi bor. Shularni qarorlari qabul qilingan qarorlarga amal qilinmasa oqibatlari qanaqa? Davlat zaxira qarorlari. Birinchi navbatda iqtisodiyotga katta ta'sir qiladi. Qarorlar amal qilinmay qilinsa, Qarorlarga amal qilinmasa, iqtisodiyotga katta zarar qiladi. Zarar qilish. qaror kim uchun chiqarib berasizlar? Qarorda Bizda o'sha yetkaziladi davlat zaxiralar komissiyasi qaror qabul qiladi. Ma'lumotlarni yozilgan. Qonunimiz mana bo'yicha hisobotini kiritadi. Tasdiqlaydi komissiya. Qarorni tasdiqlaydi. Shu qarorga amal qilinmasa, Qo'shimcha savollar bo'lmasa, bu savollaringiz, e'tirozlaringiz bormi? Suhbatda ishtirok etganingiz uchun javob bo'yicha beramiz. Nazarboyev, assalomu alaykum. Men Nazarboyev Abdulaziz 1999-yil 17-fevralda Toshkent viloyati Piskent tumanida tug'ilganman. 2018-2022 yillar davomida O'zbekiston Milliy universitetini bakalavriat tamomlaganman. 2021-2025 yillar davomida UzDavier loyihasida ishlaganman. 2026dan Toshkent viloyat qishloq xo'jalik boshqarmasida ishlab kelmoqdaman hozir. Rahmat. Savolga o'tamiz. Marhamat. Foydali xazinalar zaxirasini hisoblash sababi belgilangan o'sha qonunimizda qancha yilga bizga yetadigan resurs bor, o'sha sababdan hisoblanadi. Necha yillik, misol uchun qancha daromad ola olamiz, shu sababdan hisoblanadi. Foydali xazinalar
foydali qazilmalar fizik holatda qattiq qattiq va suyuq holatda bo'lishi mumkin. Uchinchi savol. Qidiruv tizimi nima? Qidiruv tizimi massiga qarab bu birinchi nimada kosmik nimada aniqlab olib, o'shandan boshlanadi tizimni. Agar GKZ degan so'z tushunmayotgan bo'lsa, Davlat zaxiralar komissiyasi. Vaziyatga ishlarining asosiy prinsiplari o'sha foydali qazilmalarni aniqlash. Yer qari to'g'risidagi qonunda foydali qazilmalar tasnifi berilgandi. Aytaylik. Yo'q, savol yo'q. Mana shu qonunni prinsiplarini sanab bering. Foydali qazilmalar. GKZning asosiy vazifasi nimada bo'ladi? Davlat zaxiralari komissiyasi. Qancha resurs borligi, qancha bizga xizmat qilishini asosiy vazifalari. Zaxiralarni tasdiqlash bosqichlari, shuni aytib bera olasizmi? Tasdiqlash bosqichlari birinchi o'sha razvedkadan boshlanadi. Umumiy ma'lumotlari to'g'rilar bizga zaxir foydali qazilma berish degan. Yana qo'shimcha savollarmi? Yo'qmi? Hurmatli nomzod, sizdan savollar, e'tirozlaringiz bormi? Yo'q. Komissiyada. Rahmat, suhbatda ishtirok etganingiz uchun. Toshmetov. Toshmetov Ubaydullo. Marhamat. Ismim qisqacha ta'rif. Assalomu alaykum. Men Toshmetov Ubaydullo Hamidulloyevich. 1988-yili Toshkent viloyatida tug'ilganman. 2012-yildan hozirgi vaqtgacha mineral resurslar institutida ishlab kelmoqdaman. 2009-yili Moskva davlat geologiya universitetini tamomlaganman, sirtqi bo'limida. Savollarga o'tamiz. Ularni qidirish usullariga nimalar kiradi? Birinchi savolga javob: ularni qidirish usullariga geologik, geofizik, geokimyoviy va rulash usullari kiradi. Oltinning geologik ikkinchi savol. Oltinning geologik sanoat tiplari nechta? Oltinning geologik sanoat tiplari oltin kvartsli, oltin sulfid kvartsli, oltin kumushli, oltin sulfidli dog'li, ya'ni karlikli tip desa ham bo'ladi. Oltin sochma qoplami, ya'ni uchinchi savol. Kompleks konlar nima? Kompleks konlar
bir geologik jarayon natijasida bir nechta metallarning bir madan tanasida yig'ilishi kompleks hollar deb ataladi. Zaxira va resurslarning farqi nima? Zaxira bu iqtisodiy jihatdan baholangan A, B, C1, C2 toifalarga ajratilgan zaxiralar hisoblanadi. Resurslar esa yer qa'ridagi foydali qazilmalarning sanoat darajasi aniq bo'lmagan bashoratli foydali qazilmalar hisoblanadi. Ular P2 kategoriyasiga toifasiga ajratiladi. Qalinligi uzunligiga nisbatan kichik bo'lgan tana qanday ataladi? Qalinligi uzunligiga nisbatan kichik bo'lgan tana bu plastsimon yoki qatlamsimon tana deb aytiladi. Rahmat. Qo'shimcha savollarga o'tamiz. Yer qa'ri to'g'risidagi qonunda foydali qazilmalarni tasniflab berilgan. Shuni aytib bering. Yer qa'ri to'g'risidagi qonun 2024-yili 1987-sonli qaror bo'lib, tasnifi yer qa'ridan unumli foydalanish to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. Birinchi savolga qo'shimcha qilamiz. Shurp bilan kanavan farqi nima? Qanday o'lchov birliklarida o'lchanadi? Shurp bu vertikal holatda qaziladi, kanava gorizontal holatda qaziladi. Madan tanalarni ochish maqsadida uni yotish, qalinligi, davleniyasini o'lchash uchun qaziladigan parametr emas, dala geologik lahm ishlari hisoblanadi. O'lchov birliklari qanaqa bo'ladi? O'lchov birliklari agar shu 40 metrgacha bo'lsa, 40 metrgacha shurf hisoblanadi, undan uyog'iga shaxt hisoblanadi. Shurf. Kanava bu gorizontal yer yuzida gorizontal holatda qaziladi. Manimcha 2 metrgacha qaziladi chuqurlikda. Texnika bezopasnost tomonidan 2 metrgacha ruxsat beriladi. Shurf qazishga. Rahmat. Zaxira va resurs farqi nima savoliga aniqlashtiruvchi savol. Xalqaro JURK standarti bo'yicha zaxira va resurs toifalarini nomlanishi qanaqa? Toifasi resurs P1, P2, zaxira A, B, C1, C2 toifasida ajratiladi. JURK standarti bo'yicha. Bitta bunaqa kategoriyalar yo'q. A, B, C1, P1 degan narsa yo'q. Balans va zabalans. Javob bera olmadilar. Davlat komissiyasi, davlat zaxiralar komissiyasi qaysi turdagi geologik materiallarni ko'rib chiqadi? Davlat zaxira komissiyasi hisobot, geologik hisobot, skvajina chuqurligi, o'tilganligi va undagi metallar miqdori va o'rtacha zapah hisoblash parametrlari asosida o'rtacha metallar miqdorini hisoblab chiqadi. Madan tanasining maydoni, qalinligi, zichligi va o'rtacha mineral, o'rtacha metal miqdorini hisoblab
davlat balansiga o'tkaziladi. Uning iqtisodiy tomondan iqtisodiy va sanoat bobligini aniqlash maqsadida istiqbolli va sanoat bobligini O'sha zaxira resurslari tasdiqlagan davlat zaxira komissiyasi bo'ladi. O'shaning maqsadi nima? Bu komissiyani tuzishni maqsadi. Bu 2014-yil 29-iyulda 206-sonli qaror asosida birinchi ilova bu madan hajmi va uning sifati asosida madan xonalarini madan zaxiralarini hisoblab chiqish va 1-fevralgacha bo'lgan vaqt oralig'ida davlat balans zaxirasiga rekiziga topshirish asosida. Komissiyani tuzishdan maqsad nima? Komissiyani tuzishdan maqsad qaror, ular fikr va qaror chiqarish uchun foydali. Ular har bitta komissiyaning o'z fikri va qarorning fikri bor. Komissiya raisi oxirida qaror chiqaradi. Chiqaradigan o'sha vaqt beradi komissiya. Maqsadi nima o'sha? Qaror chiqarishni o'zimi? Davlat balansiga o'tkazmaslik, qaysi kategoriya bo'yicha yana geologik tadqiqot ishlarini davom ettirish, o'tirmaslik bo'yicha qaror qabul qilinadi va u mas'uliyatli shaxs tomonidan tasdiqlanadi. Maqsadni tushuntirib beraman. Komissiyani tuzishdan maqsad. Savollarimiz yo'q, nomzod savolingiz yoki e'tirozlaringiz bormi? Rahmat, suhbatdoshlar. Hasan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mineral resurslar instituti katta ilmiy xodimi. Beshta savol tushadi. Shtok nima? Shtok bu massiv, ya'ni foydali komponentlar bir xil tarqalgan, katta hududlarni egallagan, vertikal shakldagi ma'dan tanasi, asosan intruziv tanalarning morfologik turi hisoblanadi. Foydali qazilma tanasi nima? Foydali qazilma tanasi bu o'sha yer ostidagi ma'lum bir foydali elementlar yig'indisi uyum shaklda yoki tomirli shaklda yoki bo'lmasa stokver shaklda yig'ilib qolgan foydali komponentlar miqdori yuqori bo'lgan tana foydali qazilma tanasi hisoblanadi. Foydali qazilmalar qanday guruhlarga bo'linadi? Foydali qazilmalar guruhlari morfologik jihatdan stokver, linza, tomirli, geologik jihatdan ma'dan zonalari, ma'dan namoyonlari, murakkabligi bo'yicha 4 ta turga bo'linadi. Oddiy, murakkab, o'ta murakkab va juda murakkab foydali qazilma konlari.
izlash bosqichi qanday turlarga bo'linadi? Izlash bosqichi ikkita turga bo'linadi. Ya'ni birinchi izlash bosqichi, ikkinchisi batafsil izlash bosqichi. Birinchisi ilg'or izlash bosqichi, ikkinchisi batafsil izlash bosqichi. Konni ishga tushirish loyihasi uchun ma'lumotlar to'plash razvedkaning qaysi bosqichiga kiradi? Bu razvedkaning birinchi bosqichiga kiradi. Ya'ni o'sha kon to'g'risidagi barcha ma'lumotlar, foydali komponentlar tarkibi, shakli, madanning turi, sanoat ahamiyatiga egaligi, shu kabi ma'lumotlar razvedkaning birinchi bosqichida amalga oshiriladi. Ma'lumotlar to'plami. Qo'shimcha savollarga o'tamiz. Uchinchi savolga anglashtirish savolim borda, yer kartosi fonida foydali qazmalar tasnifi berilganda shuni aytib bering. Foydali qazmalar tasnifi metal foydali qazilmalar, non-metal foydali qazilmalar, suyuq, ya'ni neft gaz foydali qazilmalari, shu. Shurf bilan kanavan farqini aytib berib, 5-chi savolga qo'shimcha qilamiz. Qaysi o'lchov birliklarida o'lchanadi? Shurf, ya'ni ariqsimon tog' laxmi hisoblanadi. Eni 80 cm, chuqurligi 2 metrdan yoki 2 metrdan maksimal oshishi mumkin. Agar 2 metrdan oshsa yoki bo'shaq jinslar bo'lsa, ularga mustahkamlash ishlari amalga oshiriladi. Shurf, ya'ni gorizontal shaklda o'tiladigan tog' laxmi hisoblanadi. Bu asosan ma'dan tanasini kesib o'tish maqsadida amalga oshiriladi. Bu ham shu mustahkamlash orqali mustahkamlanadi. Shu farqi keladi. Qonni ishga tushirish loyihasi deganda nimani tushunasiz? Qonni ishga tushirish loyihasi bu shu razvedka bosqichida amalga oshiriladi. Ishga tushirish loyihasi bunda asosan o'sha konning kerakli, ya'ni eng muhim elementlar, ularning shakli, murakkabligi, asosiysi iqtisodiy samaradorligi hisobga olinadi. Agar haqiqatan balansda iqtisodiy samarador bo'lsa, o'sha loyiha orqali konni ishga tushirish mumkin. Aniq javob bera olmadingiz, aniqlashtiraman. Ya'ni savolni qaysi konni ishga tushirish loyihasi yoki kon ishlar rejasi razdellarini aytib bering, bo'limlarini. Qanaqa razdellardan iborat, u razdelda nima bo'ladi? Adashmasam, masalan, geologik holati, hidrogeologik, muhandislik geologik konni holati, ya'ni qazib olish uchun qulaymi yoki noqulaymi, qanaqa sharoitda? Foydali komponentning qanday holatda tarqalganligi, ya'ni ochiq usulda qazib olish mumkinmi yoki yopiq karyer usulidami? Adashmasam tushuna olsam, tushungan savolingiz. Kon texnikasi ko'rsatiladimi loyihada? Hozirda texnologiyasi ko'rsatiladi konni qay holatda, qaysi texnologiyalar orqali, konning turiga bog'liq. Texnika, qazib olish texnikasi ko'rsatiladi, qazib olish texnikasi. Davlat zaxiralar komissiyasi foydali qazilmalar zaxiralarini tasdiqlash bilan yana qaysi materiallarni ko'rib chiqadi? Foydali qazilmalar zaxiralaridan tashqari. Materiallarni qaysi turdagi materiallar ko'rib chiqadi? Ya'ni o'sha qog'oz turidagi xaritalar, yo'q, foydali qazilmalar bilan bog'liq bo'lmagan qaysi turdagi material?
qazilma bilan bog'liq bo'lmagan. Manimcha ekologiya tomonidan berilgan xulosa, ekologiya tashkiloti tomonidan hududdagi Foydali qazilma deymiz. O'sha foydali qazilma zaxirani tasdiqlash bosqichlarini tasdiqlash bosqichlari zaxirani tasdiqlash. tasdiqlash bosqichi o'sha geologik qidiruv ishlari bosqichlari ketma-ket o'tiladi. Ya'ni o'sha regional geologiya bosqichidan to ekspluatatsiya razvedkagacha. O'sha bosqichlar o'tilgandan keyin o'sha bizda foydali qazilmalar zaxiralarini tasdiqlash seksiyasi adashmasam mavjud, geologiya vazirligi boshlig'i. Unga o'sha barcha kerakli hujjatlar taqdim etiladi. Ya'ni o'sha hisoblangan zaxirasi, foydali qazilmaning xaritasi, shu tartibdagi hujjatlar hammasi taqdim etiladi. Komissiya tomonidan bu foydali qazilma zaxirasi to'g'risidagi otчет ko'rib chiqiladi. Keyin rivoyat bosqichi tasdiqlanadi o'sha reja bo'yicha. Qo'shimcha savollar bo'lmasa, hurmatli nomzod, savollaringiz, Yo'q. e'tirozlaringiz? Rahmat. Gapirgan uchun. Navbatdagi nomzodni taklif etamiz. Ismim Muhammad Ali Malikov. Network Scholar Geologiyasi hamda qidiruv instituti Geologiya stratigrafiya laboratoriyasida ilmiy xodim bo'lib ishlayman. Toshkent davlat texnika universiteti foydali qazilma konlari geologiyasi razvedkasi bo'yicha bakalavr tugatganman va Milliy universitetda magistratura xuddi shu yo'nalish bo'yicha foydali qazilma konlari geologiyasi bo'yicha tamomlagan. Rahmat. Endi savollarga o'tamiz. Foydali qazilma zaxirasini hisoblash deganda nimani tushunadi? Foydali qazilma zaxiralarini hisoblash o'sha geologik qidirishdan o'sha konlarni foydali komponentlarini demak shu geologik ma'lumotlar asosida uni o'sha sifat va darajasini matematik hamda geostatistik usullar asosida hisoblash tushuniladi. Ya'ni o'sha foydali qazilma zaxiralari o'zini o'sha kategoriyalarga bo'linib ketadi. O'sha S2, S1 va B kategoriyalariga. Ya'ni o'sha foydali qazilma zaxirasini hisoblash o'zi asosan bizga kondagi foydali komponentlarni sifatlilik darajasini beradi. Ikkinchi savol, razvedka bosqichida zaxiralar qanday toifalarga bo'linadi? Demak, razvedka bosqichi degan narsani o'zi birinchi bilib olishimiz kerak. O'sha razvedka bosqichi bu bosqichda umumiy o'sha izlov qidiruvdan keyin razvedka bosqichi bu takomillashgan bosqich bo'ladi. Ya'ni bizda o'sha hamma geologik ma'lumotlar, geofizik ma'lumotlar va ko'proq aniqlashtirilgan ma'lumotlar to'planadi va bu bosqichda o'sha zaxira kategoriyalari asosan o'sha S1 va B kategoriyalar va kerak bo'lgan taqdirda yana S2 kategoriyalar, ya'ni kategoriyani oshirish maqsadida foydalanish mumkin. Hop, madanli maydon nima? Madanli maydon, demak, madanni o'zi so'zi tushunchasiga keladigan bo'lsak, madan bu o'sha foydali qazilmalarni o'sha foydali komponentlarini, demak, iqtisodiy samaradorligi, ya'ni o'sha iqtisodiy samaradorligidan to'g'ri keladigan, demak, rudani bir jismda
misol qilib olishimiz mumkin. Shu iqtisodiy samaradorligi yuqori va bu madanli maydonlarga biz asosan o'sha butun geologik jihatdan, ya'ni o'sha foydali zaxiralarni mukammal bo'lganligi jihatidan hisobga olsak, ya'ni bu yerda bir nechta konlar ham o'sha madan maydonlarga kirib ketishi mumkin. Madan maydonlarga misol o'sha oltin madanlari yoki mis maydonlarini misol qilishimiz mumkin. O'zbekistonda mis konlarining geologik sanoat turlari qanday? Demak, O'zbekistonda o'sha mis konlari asosan o'sha bilamiz, Kalmakar maydoni o'sha mis koni hisoblanadi va o'sha bu yoqda o'sha geologik sanoat turlari, ya'ni shu mis bo'lishi mumkin yoki mis bilan birga qo'shilib keladi sanoat turlari o'sha kvarsli yoki jiloviy kvarts, ya'ni o'sha kvarts jilalari, shunaqa sanoat turlariga bo'lishimiz mumkin. Razvedka parametrlari nima? Razvedka parametrlariga biz aytganimizdek aniqlashtirilgan usul hisoblanadi va bu parametrlarga, ya'ni geologik qidiruv ishlari, izlov qidiruv ishlari, baholash qidiruv ishlari hammasi o'sha razvedka parametrik ishlarning tarkibiga kirib ketadi. Va bu aniqlashtirilgan parametrlardan bo'ladi. Ya'ni shu javob. Rahmat. Qo'shimcha savollarga o'tamiz. Birinchi savol, yer qa'ri to'g'risida qonunda foydali qazilmalar tasnifi berilgan. Nima aytadi? O'zi yer qarzi to'g'risidagi qonunda 180-son 2024-yilda qabul qilingan. 25-fevraldan ishga tushgan, kuchga kirgan. Va bunda tasnifi foydali qazilmalarni ularni o'sha foydali qazilmalarni o'zini komponentlariga qarab turib bo'linishi va ajratib olingan. Misol uchun o'sha qaysi anaqa turli berilgandi, moddada o'qib tanishgan bo'lsangiz, shunaqa foydali qazilmalar bor, shunaqa foydali qazilmalar bor. Foydali qazilmalar o'zi tasnifi o'sha 3 turga bo'linadi o'zi foydali. Misol uchun o'sha suyuq foydali qazilmalar yoki bo'lsa qattiq foydali qazilmalar hamda gazsimon foydali qazilmalar. Turi berilgan asosiy bilan ma'lum. Beshinchiga qo'shimcha qilamiz. Uglevodorod konlarini qaysi etaplarini gapirib bering. Uglevodorod konlarida jarayon bosqichlar. Paysko jarayonida o'sha asosan birinchi navbatda geologik qidiruv ishlari amalga oshiriladi, ya'ni regional tarzda. Bundan keyin paysko razvedishni ishlari, ya'ni uglevodorodda asosan paysko 3 ta quduq burg'alanadi. 3 ta quduq burg'alangandan keyin bunda geologik ma'lumotlar, geofizik ma'lumotlar, geokimik ma'lumotlar, shu anomaliyalari yoki bo'lsa seysmikasi, gravikasi, magnetik razvedka, elektr razvedka o'tkaziladi va o'sha burg'ulov ishlari amalga oshiriladi va barcha ma'lumotlar o'sha paysko ma'lumotlar jamlangandan keyin o'sha izlov qidiruv o'sha razvedka quduqlariga keyin ekspluatatsiya qilinadi. Asosan boshlang'ich izlov paysko ishlari amalga oshiriladi. Quduqlarni joylashtirish metodikalarimiz qanaqa metodikalarda joylashtiramiz? Quduqlar asosan metodikasi o'sha kvadrat usulida, ya'ni o'sha o'zini parallel yo'nalishi bo'yicha qo'llaniladi. Misol uchun teng quduqlar teng masofa oralig'ida yoki bo'lmasa uchburchak eng ko'p ishlatiladigani 3 ta burchak yo'nalishi bo'yicha qo'yiladi va yulduzsimon deyishadi uglevodorodda, ya'ni
har xil joylarda qo'yilib amalga oshirildi. Eng maqbuli uglevodorodni o'sha cho'pchak usuli hisoblanadi. Zaxiralar hisoblashni ikkita yo'li bor. Shu aytib bering, qanaqa yo'l bilan hisoblanadi? Zaxiralarni hisoblash ikkita yo'li. Misol uchun kategoriyalari bo'yicha bashorati bor и zaxira. Resurs bor и zaxira. An'anaviy An'anaviy hisoblash. Операционный подсчет. Million операционный подсчет. Yoki ручной подсчет deyiladi. Umumiy o'sha ma'lumotlar asosida hozir turlari ikkiga bo'linadi. Dasturiy ta'minot yordamida hisoblash. Dasturiy ta'minot asosida bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam o'sha dasturiy ta'minotni o'zimizdan hisoblaymiz. O'sha Shlumberg'ni Petrel dasturida o'sha hozir uran zaxiralarini hisoblashimizda xuddi o'sha dasturiy ta'minotni hisoblab beramiz. Dasturiy ta'minotlar rучной обработка bo'lishi mumkin. Yoki dasturiy ta'minotlar asosida bo'lishi mumkin. Foydali qazilma konditsiyalari deganda nima tushundim? Foydali qazilma konditsiyasi deganda, foydali qazilma konditsiya so'zi foydali qazilma zaxiralarini hisoblash hamda ularni o'sha hisoblash hamda ularni sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan o'sha zaxiralarni texnik iqtisodiy ko'rsatkichlar majmui hisoblanadi. Ya'ni unda asosan o'sha hududi misol texnik iqtisodiy ko'rsatkichlar o'sha balansga kirishdan oldin o'sha sanoat konditsiyalariga rioya qilinganligi hisoblanadi. Ya'ni o'sha aytmoqchi texnik iqtisodiy ko'rsatkichlar majmui zaxiralar hisoblashda. Foydali qazilma zaxiralarini tasdiqlash tartibi bor. Shu qanaqa tartib? Zaxiralarni tasdiqlash tartibi demak o'zi foydali qazilmalarni tasdiqlash komissiyalar tomonidan tasdiqlanadi. Ya'ni o'sha birinchi navbatda o'rganilgan hududda geologik izlanishlarida olib borilgan o'sha hisobotlari va o'sha birinchi navbatdagi ma'lumotlar to'planadi. Undan keyin esa o'sha burg'ulov ma'lumotlari, hudud ma'lumotlari, burg'ulov ma'lumotlarida kerak bo'lsa o'sha zapasda hisoblanadigan kerin deymiz. O'sha kerin ma'lumotlar ustida litologik tavsiflar asosiy ma'lumotlari, keyin esa o'sha zaxiralar hisoblash metodikalari, shu umumiy yana hisobotlar taqdim etiladi. Tartibi keyin o'sha balansga kiritiladimi yoki yo'qmi degan savol qo'yiladi. Shuncha savollar bo'lsa, hozir nomzod savollaringiz, e'tirozlaringiz bormi? Rahmat, suhbatlashishga nomzodimizni chaqiramiz. Qisqacha tanishtirib o'tasiz, savol. Biz o'zimlar baxtli olib o'tish, ammo amatlar ta'minda ishlaydi. Bizga yo'q. Savollar kelib qolmasa. Oltinning yog'li sanoat tiplari nechta? Oltin sanoat tiplari 6-7 ta. Masalan, o'sha oltin kvarsi, oltin silkitli, yana skanerda, oltin kvarsli shunaqa tiplari bor.
zaxira toifasi. Zaxira toifasi o'rganlik darajasiga qarab to'rtta toifaga bo'linadi. A, B, S1, S2 kategoriyalar. Bu izochiniyasiga qarab turib, aniqlik darajasiga qarab muddatni asosan to'rtta toifaga bo'linadi. O'zbekiston onlayn asosan o'sha Olmon metallurgiya kombinatida qilingan, o'sha asosan mis porfiritli biznesda asosan o'sha tarqalgan mis porfiritli. Keyin mis kalchidan kamroq uchraydi. Mis karminisi bor. Uchta asosan o'sha mis porfiritli tarqalgan. Foydali qazilmalar agregat holatiga ko'ra uchta turga bo'linadi: qattiq, suyuq va gazsimon holatda bo'ladi. Uning murakkablik qanday beriladi? Uning murakkablik to'rtta toifaga belgilangan oddiy murakkabroq va haligi sloy muhayta murakkabligi o'sha to'rtta toifasi bor. O'sha foydali qazilmalarni tarkibidagi minerallarni komponentlarni teng qanaqa taqsimlanishi, keyin uning shakli o'zgaruvchan, qalinliklarini o'zgarish nimasiga qarab farqlanadi. Qo'shimcha savollarga o'tamiz. 4-savolga qo'shimcha yer qarzdorligi qonunida foydali qazilmalarni tasniflab berilganda shuni aytib bering. Tasnifi nima o'sha Bo'linishi aniqlashtiradigan bo'lsak, shu keltirilgan qonunda shu moddada foydali qazilmalar shunaqa va shunaqa bo'ladi. sanoat ahamiyatiga ega foydali qazilmalar bor, keyin haligi sanoat ahamiyatiga ega emas, konditsionniy, nekonditsionniy nimaga deb topganingiz adashmasam, sanoat ahamiyatiga molik yer pullarini adashtirmayapsiz. Sanoat ahamiyatiga ega foydali qazilmalar o'sha balansi zapasga olingani va hali zabalansiy zapasga olingani bilan farqlanadi. Tasnif berilgan. Bo'ladi, rahmat. Menga ikkinchi savolga qo'shimcha savolim bor. Zaxiralar toifasi sanoat va ekspluatatsion zaxiralarga bo'linadi. Qaysi ekspluatatsion zaxira, qaysi sanoat zaxira toifasini aytib bering. Ekspluatatsion zaxira bu ishlab chiqarish uchun toifasi oddiymi? Sanoat qaysi toifa zaxira bo'ladi? Qattiq foydali qazilmalarda, ekspluatatsion zaxiralarda qaysi toifalar bo'ladi? Sanoat toifasi S1 kategoriya o'sha sanoat ahamiyatiga ega taqiqlangan S1 bo'lsa, o'sha sanoatga o'zlashtirish uchun asos bo'ladi. Keyin ekspluatatsion zaxira o'sha qonun qazib olish jarayonida qo'shimcha o'rganish natijasida o'sha toifasi A bilan B toifadir. Birinchi savolga qo'shimchani qilamiz. Mana shu yer qarzi to'g'risidagi qonun asosiy prinsiplari nimadan iborat? Yo, bu nima emas? Aka bergan savolga qo'shimcha qilyapman. Tasnifidan keyin prinsiplari berilganda o'sha qonunda. Qaytadan savol qaytarib tushundim. Yer qarzidan foydalanish qonuni asosiy prinsiplari nimadan iborat? Asosiy prinsiplari
foydalanib haligi qalinligi, keyin anavi sodержанияsi, keyin nima zichligi, o'sha narsalar so'ramayapsiz. Qonunning asosiy prinsiplariga qonun, yer qarzdorligi qonunning asosiy. Savolim xalqaro JORC standarti bo'yicha zaxiralar toifalarining nomi. Bu kodeksda shu asoslangan bo'ladi, keyin bashorat qilingan, keyin yana bittasi aniqlanganmi shunaqa aytiladi. Zaxiralar. Asoslangan, aniqlangan, o'rganilgan va Adashtiryapsiz, mineral resurslar bilan adashtiryapsiz. podrobno bilmayman. Zaxiralarni tasdiqlash bosqichlari. Zaxiralarni tasdiqlash bosqichlari birinchi o'sha ekspeditsiya razvedka tugagandan keyin отчетni davlat zaxira alima komissiyasiga topshiradi. Davlat zaxira komissiyasi topshirgandan keyin uni BKZga zapasga olish uchun beriladi. Keyin BKZ tasdiqlangandan keyin davlat zaxiraga balansiga o'tadi. Qo'shimcha savollar bo'lsa, Matematik savollaringiz e'tirozlaringiz bormi? Rahmat, suhbatdoshlik qilganingiz uchun. Demadi. Qolgan ikkita nomzodimiz suhbatga ishtirok etmadi, kelmadi. Shu bilan suhbat jarayonini e'tirozlaringiz bo'lmasa agar yakunlashsak bo'ladi.